2 santimetrli list havoda kesib ko'rdik. Mana 3 kilovatli stanok havoda. Bu burchakda o'zi tanlovlar ekan-a, o'tib olar ekan. Mana uni bosib olaman. Farg'onadan Jo'rabek akamizga adashmasam 1 yil, 1,5 yil oldin vazmarez qo'yib bergandik. O'zimiz stanokdan, o'zimiz ishlab chiqaradigan variantdan reduktorlari bilan. Mana holatlari yaxshi holatda turibdi. Bugungi kunda bu mijozimiz bizga lazer stanok zakaz qilgan. Farg'onaga 2 ta lazer olib kelgandik. Kecha bittasini o'rnatdik. Xudo xolasa bugun ikkinchisini o'rnatish bilan shug'ullanamiz. Agar Farg'ona shahrida kimga plazmarez xizmati, listagib xizmati, lazer xizmati kerak bo'ladigan bo'lsa, nomerlarni qoldirib qo'yaman. Aloqaga chiqib, bemalol ishlaringizni qildirib ketsanglar bo'ladi. Xudo xolasa mana yangi sex qurishyapti. Bu yerda uskunalar juda ko'p bo'ladi. Hozir mana bu yerda biz plazmamizda kesishgan holatlari tozalanmagan, cho'tki bo'lib chiqqan отходlari cho'tki kesyapti. Ishlashlari zo'r, hech qanday muammo yo'q. Ichidan chiqqan отходlari bo'lsa kerak. 20 list bu 20 yo'q, 20 list ekan. Bundan tashqari yana boshqa uskunalari ham bor. Xizmatlar bo'lsa aytaverasizlar, mana takarning xizmatlari ham bor, frezerning xizmatlari ham bor, sverlerning xizmatlari ham bor. Mana nimani pichoqlari aka? Nimani pichoqlari? Drabilkani pichoqlarini ishlab chiqarishyapti. Zakalka qilib, cho'tki holatda pechkalari ham bor. Zakalka qilib chiqarib berishadi. Frezerovka qilib, uyg'unlarni chiqarib, mana bu joylari plazmada kesilgan, frezerovka qilinmagan. Plazmaning o'zi mana shu holatda cho'tki qilib beryapti. Zakalka qilib, kerakli qattiqlikda qilib berishadi. Katta takarnilar ham bor ekan. Mana bu pechka hozir issiq holatda turibdi, yoniga yaqinlashtirib ham bo'lmaydi. Shlifovka deysizlarmi, frezerovka, sverlerni stanoklar. Adreslarini ham yozib qo'yaman. Zakalkadan chiqqan pichoqlar. Plazmamiz xudo xolasa cho'tki kачествоda, yaxshi kачествоda chiqarib beryapti. Hozir lazerni ham o'rnatamiz, xudo xolasa bugun ishga tushirib berib ketamiz. Plazma ham ancha chiqib qo'ygan o'zi. Mana ko'rasiz. Shamol yaxshi. Ha, bir syomka qilib chiqqan. Kompressor, chiller, stabilizator, источник yashiklari, ekran, hamma narsasi bilan, xudo xolasa. Ham korobkada источникimiz. Ha, oldim. Kesgan narsalaringizni ham, ichkarini ham olib qo'ydim. Cho'tki kesyapti. Lazerdan ham mana bu yaxshi kesyapti. Razmerni o'zingizga berishingizga bog'liq ekan. Ha, agar operator agar plazmani yaxshi ishlatishni bilsa, bu kerakli razmerni chiqarib olish umuman muammo emas. Kecha lazerimizni ham o'rnatib oldik, xudo xolasa, Farg'onaga. Chiller, lazerning источник 3 kW, shuyoqda stabilizator, kompressor 15 kW. Hozir mana bu источникlarimizni ham Max Photonics yangi chiqayotgan kompaktli variantlari. Havoda ishlatdik, kislorod yo'q ekan. Kislorodda endi o'zlari bir eksperiment qilib kesib ko'rishadi. Ha, o'sha krishkasini hozir yopamiz. Instagramda bormi siz? Ha. O'zingizmi? Boyagi to'rtburchaklarni kesganmiz. Ha. Yo'q. Ha, mana. Ha, qo'ydim. 2 santimetrli list havoda kesib ko'rdik. Mana 3 kilovatli stanok havoda. Bittada tesh olgani yo'q, ikkita papitkada teshdik. Mana shu holatda kesib ko'rdik. Agar kislorod uladigan bo'lsak, chetlari ham tekis chiqadi, orqasida shlaglari ham bo'lmaydi. Hozirgi paytda mana shu detalda shlaglarni ozgina tozalab oldik. Shlag ko'p edi. Bu havoda kesganimiz hisobiga. Agar kislorod tozasini uladigan bo'lsak,
Xudo 2 santimetrlik 3 kW ustanamiz kesib bera oladi. Endi bu to'rtburchakni o'zi tanlovlar ekan, bu o'tib olar ekan. Yo sir. Yo'q, bu boyagisi oxirgisi qolib ketdi. Ha? Oxirida chapki pastki burchak qo'yuvdik-ku, o'shani eslab qolgan. Oxirgi qilgan Ha. ishingizni eslab qoladi. Lekin men o'rtaga qo'ysam ham sentr oladi bu. Bu farqi yo'qmi? Boshlanish Bu yerda farqi yo'q. Bitta detalku. Bu yerda sizga farqi yo'q narsani. Qayerdan boshlash? Hop. Belgiladik. Belgilaganimizdan keyin buni o'zi nolga olib kelib olganmiz boshlanishida, to'g'rimi? Yoqqaningizda nolga olib kelib olasiz. Istanadi. Buni yoqqanda olib kelasiz faqat. Hozir olib kelmaysiz. Ha, bir marta. Qolgan payt